Hürmetlik vatandaş endikilik siyemiz. Bugünkü istağa 2020 yıl 1. ayının 26. günü haftaki yakşembe. Endiki mavzu Amerika matbuatları. Wuhan öpki yallığı jukumluk virusi vakası belki Cungo'nun mahbi kimya kuralları, biyologiyalıq kurallar yasaş planıga münasebetlik buluşu mümkün. Dep körsetdi mavzulı haber 1. ayının 26. günü Cungo'nun nazaret orbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Cungo'nun nazaret orbitinin muhbiri Win Tianqing tercüme tahlil kıldı. O umumlaştırıp mındak haber kılın. 2019 yıl teplik tadisiman yokumluk kisel öpki yallığı virusu kıskartıp Wuhan öpki yallığı virusu dep atayımız. Tarqılışı Wuhan'da partladı. Cungo'nun Hubei ülkesi Wuhan şehirde partladı. Tibet'ten başka Cungo'da başka ülkelerde cümleden Hong Kong, Oman yani Macau Katarlık caylarda bu virüs baykaldı. Amerika matbuatlarında haber kıldı. İsrail'e biyolojik uruş mütehassıslarında hesapladı. Wuhan virüsü, bunda jukumluk kisel virüsü, belki Wuhan şehri yakın bir yerde kurulgan biyolojik tecrübehaneden çıkan buluşu mümkün. Bu tecrübehane Beijing dairlerinin mahbi biyolojik kuralları yasaş planıga münasebetlik tecrübehanedir. Amerika'da Washington'u Vakit gazeti 1. ayının 24. günü haber kılıp bunda görsetti. Erkin Asya Radyosu yakında Wuhan Erkin Asya Radyosu Xitay Til programısı dep düşünüyorlar. Erkin Asya Radyosu yakında Wuhan şüyerlik televizyonu 2015 yıl tarqatkan bir parça haberden nakil aldı. Bu haberde Wuhan'da Cungo boyunca en ilgar jukumluk kisel virusi tadqiqat ornu var. Yani Cungo Pelle Akademisi Wuhan jukumluk virus tadqiqat ornu var deyilgen. Bu tecrübehane Cungo'da birden bir ecellik virusni tadqiq qiladigan o'rin deb jakarlangan. Cungo'nun biyologiyalik urush planı tadqiq qilgan İsrail'e harbiy axborot amaldori, sobiq harbiy ishlar axborot organining amaldori Danny Shaham muhbirning ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Tibbiy jukumluk virusga nisbatan aytganda bu tadqiqot o'rnida, Wuhan'dagi tadqiqot o'rnida ba'zi tadqiqot ishxonalari balki Cungo'ning biyologiyalik qurollar tadqiqot xizmatiga qatnashdi. Danny Shaham mayor darajalik amaldor edi, sobiq amaldor edi. İsrailiyənin hərbiy axbarat organının mayor dərcilik sabıq əməldar idi. Demək, şu hərbiy əməldardır misal ilə bazır Amerika mətbuatları nemdədir? Wuhan'da partlagan jukumluk kisel, yani tacisiman öpki yallığı jukumluk kisel virusu aynı çağda kurulgan, ya Cungo'da kurulgan, hazır eğitilip atkan en ilgar texniklik en ilgar tadqiqat ornu nima? Biyologiyalik qurollar ne tadqiq qiladigan organ. Hozir jukumluk virus mush yerdan tarqaldi. Endi bu şaq bo'lmadi, hurmatli vatandoshim. Biz o'tgan sizlarga leksiya so'zlaganda dedik. Mesela Uygurlarning dana qon tekshirish, dana gen tekshirish deganlarni tamamladı Xitay. Erkin Asya Radyosu Uygur bölüm bunu toluk bədi o. Şu vaxtı biz şu boyunca Xitay'ın özünün malumatı boyunca, sallıq malumatı boyunca biz hesaplap çıktık ki hazır Uyguristan'da yaşavatkan Uygur'un nüfusu 21 milyon değil. Şu tekşiriş, DNA tekşiriş, kan tekşiriş münasebeti öyle. 21 milyon değil.
21 milyon milletin genini yakeden tekşürüş, kan tekşürüş. Nime üçün edi vatandaşlar? Biz şu vakti Rusya adımları yake. Rusya siyaset şunaslarından sözleri nakil keltirip neyim dedi o? Denat tekşürüş ve gen tekşürüş. Bunun için biyokimiyeli kurallarını tatbik kılış. Yaki biyokimiyeli kurallarını tatbik kılış işiltidiğen iş dedi o. Bugün hem daha sonra akıbeti nerede baş oldu? Bugün Amerika matbuatları eğitimde, Washington vakit gezisi eğitimde. Ne mi dedi? İsrailiyelik tetkikatçılar, harbi işle akbarat tetkikatçılar eğitimde. Wuhan'da kurulgan bu işhane, biyokimiyelik kurallarını tetkikli işhanesi. Siz hazır bunu ne mi dep oylayısınız hürmetlik vatandaş? Bu virüs, bugün Wuhan'da patlap cemiyet çıkka ve kişilere tarqalgan virüs, kimiyelik kurallarını, yoki biyokimiyelik kurallarını tadqiq qilish o'rnidan chiqarilgan virus desiniz, şu yerden chiqib ketgan, ehtimollik ichida deyli, chiqib ketgan virus desiniz. 26-27 kuni Jungo'nun Chag'an bayrami. Neymiş ki bu bayram harpsida bu virusning paydo bo'lganligi. Ya burunda 15 gün burun hazır xabarda 15-20 gün burun o'tgan yilning oxirida paydo bo'lgan ekan bu ishlar. Neymiş ki Chag'an bayramiga ulgatib Jungo hukumatining Wuhan shahrida bunda hodisa yuz berdi. Govingoy nima deydi? Diqqat qiling. 1-oyning 26 kuni material pash qildi Govingoy. Govingoy efendi material pash qilib Wuhan sarisi deb atapti buni Govingoy. 2003-yili Jungoda shundaq saris virusi, saris kasalligi virusi tarqalgan. Eng zo'r suiqasd bor. Bundaq virusning tarqalishida eng zo'r suiqasd bor. Jungo Kompartiyasi boshqalarga aytolmaydigan maxfiyatlikni pash qilish. Yeni bir yılda, yani Jungo'nun Chag'an bayramida yeni yılda Beijing uchun keladigan Qarag'ozdan sinoqlarga duch keldi. Yani bu yeni yıl Jungo'lik uchun amallik emas. Xilma-xil ziddiyatlar, xilma-xil voqealar. Mushu boshlanish virusning tarqalishi, mushu voqealarning yetib kelishi hozir Jungo Kompartiyasi sinaydigan bir sinoqqa aylandi dedi. Bu mavzuda Tor filmi 7-oyning 26 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Tahlil qilin. Siz Uyg'urning geni va uning qon tipini tekshirdingiz. Shu tekshirishdan mushu biyokimiyelik harbiy qurollarni tadqiq qilish organi yoki ishxonasi bilan munosabati bormi yo'qmi Jungo Kompartiyasi? Biz Uyg'urlar gumon qilamiz. Bizning mustaqil axborot organimiz yo'q. Bizning mustaqil tekshirib xabarlarni e'lon qilgan huquqli organimiz yo'q. Biz unda huquqli millat emas. Faqat hozir bu bo'layotgan ishlar xalqaroning diqqat qilishi va Xitoyning o'zining posh qilib qo'yishi bilan bo'layotgan o'ttirg'i chiqayotgan ishlar. Agar gen tekshirish bilan qon tekshirish mushunga munosabatlik bo'ladigan bo'lsa, sening biyokimiyalik qurollarni yasab chiqishing avvalgi maqsad va planing bo'yicha Uyg'urni qirg'in qilish. Uyg'urni qirg'in qilish. Ko'rdingmi? Endi buni hozir Xitoylar o'zi yozdi. Nima dedi? Sen Şinjan'ı nazorat qilish guruhini qurib chiqding dedi. Biz boshda dedi. Sen Uygurlar ve Kazakları başka asallık millet ben nezarband kıldındır. Bugün endi senin beşini geldi bu iş. Meyli bunun da suikastı işletken bolsun Jungo Kompartiyası. Meyli tabi halda yukarıda eğitilgandek bu tecrübe hanıda biyokimiyeli kurallarını tadqiq qilish hanısın çıkıp ketken virüs olsun deylik. Tasadifi çıkıp ketken bolsun deylik. Yoki Govingoyning sözü bilan aytganda bir suikast deylik. Qısqası hazır 2-oyning 10-chi 250 ming kishi bu yuqumliq kasali bilan yuqumlanadi. Jungolik efendi. Bugün Shanghai Jungo'nun en büyük, en çok avat şehri Shanghai. 2. Wuhan'a aylandı Jungolik efendi. Gördün mü? Üzerine kılıbat sen değil. Eğer bunu seliştirişlerini tadqiq qilish to'g'ri keladigan bo'lsa, sen Uyg'urlarga nima ish qilding? Bugün Allah o'zining qudrati bilan sana nimani ko'rsatdi?
Agar Goving'in sözü bilen bu suikast deyildiğin bolsa, yoki tadqiqat o'rnidan chiqib ketdi deyli tasodifen shundoq degandimi, hozir Jungo hukumati nemishga mushu yerda mushu kunda vahima. Jungoda vahima paydo qilishga hojatman bo'lib qoldi. Chag'an bayrami yetib keldi. Chag'an bayramini o'tkazgan Jungo fuqarolari qanchalik go'shtga ega bo'la oladi? Go'sht setib ola olamdi bozordan, jiddiy ahvol. Esimlarda bo'lsinki, Rossiyadagi jiddiy o'zgarishning birinchi kunida Rossiyaning bozorlari ta'minlash nuqtalari go'sht tugash bilan boshlangan. Bugun ham Jungo Chag'an bayramining arifasida go'sht qahatchiligi, import qilsangmi yetishtiramiding degan gap buncha bola Jungolarga endi u vahima bayram paytida yetib kelgan vahimaga qo'shib virus chiqarib yetish yoki virusning paydo qilishi bu ikkinchi vahima. Agar buni Goving'chi aytganda suiqasd desa, hukumat o'zi shuni paydo qildi desa, Chag'an bayrami arifasida go'sht qahatchiligi vahimasi. Endi Goving'chi aytganda suiqasd bilan qo'yib berilgan ximiyalik qurollar, ximiyalik yuqumliq kasallar virusi birlashtirganda Jungoning maqsadi nima? Kompartiyaning maqsadi nima? Hozir jamiyat taraf-tarafdan ziddiyatning ichida qoldi. Taraf-tarafdan surkilishning ichida qoldi. Taraf-tarafdan uyg'onishning ichida qoldi. Lekin Jungolarda jur'at yo'q. Buni qilayli deydigan bir odam yo'q. Biroq hayot va turmush seni qistab, yarning bo'yiga elib kelganda yoki yardan sakrab fidoyi bo'lish yoki kayniga qaritib nayza urish bir jamiyatda bo'lib turadigan hodisa. Jungo hukumati nima qildi?